Buniki ma'zur olsun. Bugun boshqa. O'zi zapis 3 ta kamerada ham Yo'q, ketadi-da. Jaydar podkastni boshlab ketaveramizmi yo nomini aytmaymizmi? Yo, nomini keyinroq qo'ysak ham bo'ladi. Hali keyin berga olamiz. Hali keyin. Hali keyin joyini o'zgartirmang iloji. Kameraga chunki o'lchangan. Shu. Yo, Jaydar podkastni boshlasak-chi. Yoki har bitta podkastga nom qo'yamiz deb. Yo'q, har bitta podkast qo'ymaysan. Ha, ancha bo'ldi boshlangan. Mikrofon to'g'rilikkan o'zi boshlaydi ko'pchilik. O'sha. Qani bilasiz? Sekin. Nima deysiz? Bilasiz? Yeyishgami? Yo'q. Chakishgami? Manchester City'dan ichadigan anaqasi bor-ku. Grimish. Abduqodir to'yiga keladi. City'nikini kiymagan. Shu payt bog'laman. Yaxshi. O'sha biz boshladik unda podkastimizni. Bugungi podkast mehmonlari ko'rib turganinglardek, futboldan ancha-muncha xabari bor. Bir 30 yil 20 yil bo'lmagan bo'lsa ham kamida bir 15-20 yil bo'lib qoldi menimcha futboldan xabari bor. Endi professional bo'lmasak ham futbolga mehr qo'ygan odamlar. Mehr qo'ygan, eng qizig'i boshladi-yu faoliyatini tugatgan insonlar ham bor. Hali ham formadamiz. Nima deymiz? Boshlaymiz. Mavzular ko'p, ya'ni ketma-ketligini hozir aytib o'tirmayman. Boshlab ketaveramiz, ulab ketini. Shu birinchi mavzu baribir APL. Top 5 ligadagi eng kuchli chempionat. Hozirgi vaqtda Liverpool yaqqol favorit. Faqat e'tibordan chetda qolib ketdi, chunki asosiy intriga La Ligada kuchli bo'lib ketdi. Shuning uchun hech kim e'tibor bermay qo'ydi. Lekin kecha Liverpoolga 3-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Ana undan keyin Arsenal jonlandi. Chempionlikda kurash qayta jonlandimi degan savollar bor. Nima deb o'ylaysizlar? APLdan. Yo'q, bunga qo'shilmayman. Menimcha intriga umuman qolmagan. Daji Liverpool yutqizgan bo'lsa ham Arsenal ham hozir Chempionlar Ligasiga qaratyapti. E'tiborni boruqlanishini Realga, chunki oxirgi turda ham 1-1 o'ynadi. Qaysi komandalar o'ynadi lekin pastdagilar yetib olmasligi uchun harakat qilyapti. O'sha. Unaqa kichkina komandalar o'yini kuzatmaysiz Arsenal. Raqibi kichkina jamoa bo'lgani uchun. Arsenal vashiyat APLda umuman tumanli Albion. Bu nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Bu tumanli Albionda u hammadan nimadir kutsa bo'ladi. U kichkina jamoa aytishing o'zi noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Chunki u vashiyat Leicester nima edi? Leicester. Bitta porlab chiqdi 2015-yil yoki undan oldin. West Ham ham chempion bo'la olmagan, lekin normal o'yinga chiqqan. Yo'q, to'g'ri, Angliyada hozir necha ochko, 11 ochko menimcha farq. Liverpool bilan Arsenal o'rtasida yo'q, hozirgi vaqtda 7 ochkolik farq yuzaga keldi. Oxirgi o'yindan keyin 11 ochko. Liverpool muxlisi bo'lganim uchun aniq mana 11 ochko. Agar noto'g'ri bo'lsa, mana Liverpool muxlislari nima deyishni bilasizlar o'zingizlar kommentariyada. Xo'p, menga 7 ochko edi oxirgi marta jadvalni ko'rganimda, shunaqa. Endi tugadi. Liverpool chempion, faqat rasmiy chempionlik uchun yana bitta-ikkita o'yin qoldi demoqchi. 7 ta turda, misol 11 ochkolik farq misol yo'qotib qo'yish qiyin. Eng yaqin ta'qibchisi hozir 11 ochkomi? Misol berib qo'yish ham qiyin narsa-da. O'zi bitta mashhur Premier Ligaga e'tiborni qaratyapti. Liverpool endi kechagi o'yinni o'zim ko'ra olmadim, lekin xavfli vaziyatlarni ko'rib qoldim. Endi bilmadim. Qiyin narsa u. Gap kelib qoldi. Liverpool haqida gaplashaylikchi. Hozir Liverpool keyingi mavsumda nima planlar qilyapti? Kim qarib Muhammad Salah ketadi, deyapti. Yo'q. Salah bilan shartnoma uzaytiriladi. Yo'q, Jon Temir aka. Arnold ketishi aniq bo'lib qoldi menimcha. Arnold Realga. Van Dijkda ham shartnomasi tugaydi. Mana shu ikkita asosiy o'yinchisi Salah qolishga rozi bo'ldi. Salah qolaman degan gap. Lekin biz keyingi mavsumni qo'yib turaylik-da. Oldin Arne Slot keldi Liverpoolga. Dahshat ko'rsatkichlar qildi. Boom, Klopp hech narsa bo'lmay qoldi. Tam Slot nimalar qilib tashyapti? Tayyor qurilgan joyga keldimi degan gaplar bo'ldi. Daja APLdagi hamma kubokka asosiy da'vogar edi. Chempionlar Ligasida favorit edi-da. Lekin bunda hozir e'tibor beringlar, hech kim Arne Slotni muhokama qilmayapti. Ya'ni hozirgi vaqtda Arne Slot hamma kubokni qo'ldan chiqarib bo'ldi. Bitta kubok qoldi, u ham APL, to'g'rimi? Misol uchun Newcastle yutqizib qo'ydi. Yana bittasidan chiqib ketdi. U yerda hozir City bor faqat, keyin Nottingham yana qaysidir jamoa. Slot boshdan olgandi, to'g'rimi? Mavsum boshida. Klopp ketishidan oldin mavsumni boshidan oldi-da. Qara, bu
Slot boshini olgan bo'lsa, bunda konkret plan bo'lgan deb o'ylayman. Premyer Ligani o'z avvaliga 3 oson emas. Tem bo'li yangi trener bo'lib kelgan bo'lsang, qaysi Gollandiya chempionatidan keldimi? Gollandiya chempionatida Gollandiyadan. Oddiy misol Manchester United olsang ham necha yil bo'ldi oxirgi marta chempion bo'lganiga? Alex Ferguson faqat boshqasi yo'q. Misol kim eng ko'p boshqardi? O'sha Fergusondan keyin. Bitta qiziq statistikani o'qib qoldim. Alex Ferguson 800 nechtadir o'yinda atiga 100 nechtadirmi yutqizgan ekanda o'yinda. Manchester United уже Fergusondan keyin уже bir 300-400 o'yinni o'zida уже Fergusonga o'xshab yutqizib qo'yibdi. Ya'ni 148 ta o'yinmi shunaqa. Rekord darajada olsang bo'ladi. Endi hozir yangi murabbiy kelgan. Keyingi mavsumda bu narsa kutsang bo'ladi, chunki mavsum o'rtasida kelyapti. Ba'zi futbolchilar bilan qanaqa darajada o'zini nima deydi, taktikasini o'tkazish uchun ham vaqt ketadi-da. Bu slotga keladigan bo'lsa, aytgan klub ketganda ham jamoa bor edi-da. yaxshi jamoa olib keldi, yaxshi temp topib keldi. Slot to'g'ri olib ketdi o'ylashim bo'yicha. Endi keyingi mavsumda Mana qara, o'zing Liverpoolni slot keyingi mavsumda darajasini bilsang bo'ladi. Liverpoolni anchalik muxlis sifatida o'zing nima deya olasan? Keyingi mavsum qanaqa bo'ladi? Slotda endi to'g'ri, o'zing ham pamo'yin potensialni bilmaysan, u qanaqa ishlashini. Prosta o'zing aytyapsan, klub zo'r anaqa deb shuni berib ketdi. Yaxshi ushlab olib qoldi, lekin gap yo'q u narsasiga ham. Hamma trenerlar ham yaxshi olib keta olmaydi. Ming zo'r darajada olib kelib bergan bo'lsang ham. Bu yil Van Dijk ketar ekan, Arnold ketar ekan. Endi Van Dijk ketishini o'zi hali aytgani yo'q-ku. Endi Arnold ma'lum qilib bo'ldi, Real ham Klopp bilan kelishuv shartlari qolgan edi. Klopp payti Liverpool qanaqa taktikada o'ynardi, Slot payti qanaqa, nimada sezding farqini? Endi klub futboli bilasan, rock and roll deydik. Trener hamma pressing, juda kuchli pressing. Misol, Slotda kerakli joyda himoyaviy futbol ham bo'lyapti, natija uchun bo'lsa. Goli himoyakorroq deyapsanmi? Yo'q, himoyakorroq emas. Nima deydi? O'yinni o'zgartira oladigan, ham hujumga ham moslashgan o'yinda. Lekin men fikrim bo'yicha umuman unaqa emas. Sababi nimaga? Biz oldingi Liverpoolni, shaxsan men tanigan Liverpool shunaqa jamoa ediki, yutqizgan taqdirda, mana misol uchun oddiy Barselonaga Chempionlar Ligasida 3-0 ga yutqizib keldi, to'g'rimi? Yo'q, 3-0 ga yutqizib keldi. O'zini uyida umuman boshqa Liverpool. 4-0. U qaysi yil o'tgan yilmi yo nechidir yil? 2018-2019 mi? U payti bilan hozirgi yo'q, aytmoqchi bo'lgan narsam, o'sha vaqt klub edi, to'g'rimi? O'sha vaqt Liverpool edi, o'sha vaqt Salah, o'sha vaqt Van Dijk, hamma futbolchilar o'sha vaqtda bor edi. Hozir ham bordi. PSJning uyiga borib, 1-0 ga yutib keldi, lekin himoyaviy futbolda himoyaviy bilan yutib keldi-da. Endi o'tib yutib keldi. Endi Anfield dahshatli Anfield bo'ladi deb nafaqat biza kutdik. Butun Anfield kutgan edi. Anfield omadi kelmadi, hamma ko'rdi-yu. Men o'zim shaxsiy fikrim Arne Slot menimcha klubni faqat qurgan mexanizmini ishlatib turib berdi. Ya'ni ortiqcha o'zidan nimadir qo'shmadi, faqat tortgan bo'lishi mumkin. Omad deganingga o'sha Liverpool omadini birinchi o'yindagi anaqa PSJning uyida bo'limida, o'sha yerda hamma 100% ga omadni o'sha yerda ishlatib bo'ldi. O'zingga qaragin, bu ham bor, bunga ham e'tibor beraylik. E'tibor kerak emas. Hammasi zo'r. O'zing o'ylaganda PSG bilan Liverpool o'ynayapti. PSJning uyida PSG faqat hujum qilyapti, lekin omad sifatli gol urolmayapti. Oxirida Liverpool 2 marta tepayapti-da. Yo, o'sha o'yin bo'yicha 2 marta tepdi. Bittasi vashqa qishib ketgan, birinchisi to'g'ri borgan, o'sha ham gol. Eng oxirgi daqiqalarda. Endi bu yerda PSJning aybi bor, to'g'ri, realizatsiya qila olmadi. Endi Beker olib chiqdi. To'g'ri, Beker qahramon bo'ladi-yu. To'g'ri, Liverpoolni o'yiniga qiziq ko'rmayman. Muhammad Salah bilan o'tda bor odamlarni ko'ra, Muhammad Salah bilan ya'ni Zashnik bo'yuzun Van Dijk. Ular haqiqiy futbolist deb o'ylayman, qolganlari bunaqa interest emas. Lekin oxirgi marta o'yinda 3-1 ga Realga Chempionlar Ligasida finalda yutqizib qo'yganda Ramos qo'ldan tortib yiqitdi-yu Muhammad Salah. Undan keyin bo'ldi, уже tamom. Yaxshi Ramos. 1-1 bo'ldi. Mane gol urdi. Mane gol urdi. Keyin Gareth Bale. Tamam. Zidanni uslubidagi gol. Amin. Shunaqa. Endi klub qilgan ishi Arne Slot
qiladi deb agar Liverpool prezidenti yoki muxlislari kutayotgan bo'lsa, shaxsan men Arne Slotdan klub qilgan ishni kutmayman, to'g'risi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, jamoa bor, zo'r, to'g'rimi? Jamoa bor, zo'r, murabbiy zo'r. Endi keyingi keladigan murabbiy ham bu darajani kamida ushlab qolish kerak yoki ko'tarish kerak. Arne Slot tajribasi menimcha klubchalik emas edi. To'g'ri, endi imkon berish mumkindir, nimadirlar qilishi mumkin. Juda ko'p vaqt ketadi. Bitta misol Arteta. Oddiy Arteta, misol uchun. Arsenalga City'ning yordamchisi, Pep yordamchisi keldi. Necha yil bo'ldi? Bitta kubok yutib qo'ydi, Angliyani liga kubogi yoki qaysidir FA kubokni yutdi xolos. Bitta kubogi bor. Shuncha vaqtdan beri. Na Chempionlar Ligasida omadi keldi, na Yevropa Ligasi, na APL misol uchun. Arne Slot ham bu yil omadi keldi, ishoninglar, bu yil omadi keldi. Realni ochig'ini aytaman, Liverpool muxlislariga bu yil omadi kelib APL oldi. Bu kamida 5 yil yoki 6 yil kuboksiz qoladi deb o'ylayman. To'g'ri, FA kuboklar olishi mumkin. Liga Chempionov yoki APL ni qayta ola olmaydi. Endi u futbol nima, hamma narsani kutish mumkin. Temboli tumanli Albion. Chunki mana sal bo'shashib qolsa, o'sha mana Fulham yeb tashadi misol uchun. Shunaqa bu yerda motivatsiya ham rol o'ynaydi. O'sha motivatsiyasi qolmadi. Agar Chempionlar Ligasida chiqmay turganda ham hatto sal tonus berib turib Fulham amali yutib olardi, lekin bularda qolmay qoldi-da. Hamma Liverpool finalga olib chiqib qo'ygandi-da. lekin Haqiqatan finalga olib chiqib. Lekin mohir seni fikringga umuman qo'shilmayman. Slotdan nima kutishimni ham bilmayman, lekin omadi kelib hech qaysi trener ham Premier Ligada prosta takka chempion bo'la olmaydi. Tem bo'lib shuncha ochko farq bilan. Men Chelseaning muxlisiman, Cityning ham muxlisi emasman. Endi Abduqodir o'tgandan keyin bayat qilish mumkin. Baribir lekin buncha ochko farq bor-da. Eng yaqin ta'qibchisi Arsenalmi? Buncha ochko farq bilan oldindan o'sha qalbi bo'lganda chempion bo'lish. Lekin men so'la, faktim gapiradigan bo'lsak ham, misol uchun, ya'ni omadi kelganini keltirib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun deylik, mana Manchester City. Bu yil qarang, to'xtang, mana bu yil formada emas. Oddiy bitta sabab, bu Liverpool chempion bo'lish ehtimolini ko'tarib berdi. Ya'ni mavsumni boshlarida, ya'ni 15-turdan keyin. Bu birinchi masala. Endi ikkinchi masala, aynan Boxing Day, dekabrdan keyin Arsenalda qo'qilishlar boshlandi. Misol uchun, Chelsea agar o'zini formasida bo'lganda, bemalol Liverpooldan qaysidir o'zi ham o'ziz ham ochko tortib oldi Liverpoolda. Agar formada bo'lganida demoqchiman, ozgina raqobat bo'lganda Liverpool bu yil chempion APL ola olmas edi. Aniq edi. Qara, ikkinchi mag'lubiyat mavsumdagi Liverpoolda. Misol uchun oddiy City ikkita o'yinda 6 ochko berdi. O'zini uyida. Kuchlilar yutib chempion bo'ldi jamoa. Misol uchun. Yo'q, undan oldingi mavsumda misol uchun City Cityda yoki durang o'ynagan, ochko olgan Liverpoolda misol uchun. Cityda krizis. Hozir o'sha boshlandi. Guardiola endi men qara, kuchli o'ynagan komandani bitta pastga cho'kishi hammani nazariga tushib qoladi-da. Cityda shunaqa hozir. City ancha yil bu nimadan davolat beradi bilasanmi? City ancha yil bitta zo'r tempda ushab keldi-da. Bitta qaragan, bitta cho'kdi, o'sha hammani tiliga tushdi. U Klopp bilan Guardiolani u mamlaqa jang ketdi-da. Nima deydi, ikkalasi xuddi Messi bilan Ronaldo futbolda qanaqa talashgan bo'lsa, xuddi shunaqa ketdi. Просто Cityda bitta cho'kish bo'ldi, o'sha hamma sezib. O'sha narsani Klopp oldindan sezib ketdi-da. Klopp o'zi ham intervyusida ham aytdi, beradigan narsam qolmadi dedi Liverpoolga. Klopp mavzusi bo'yicha yana aytaman, bitta narsa, endi u La Ligaga doir narsa, Ancelottining ketish haqida gaplar chiqdi oxirgi o'yindan keyin. O'zi to'g'ri-to'g'ri bilmayman, nimaga Real Madrid muxlislari xursand bo'ldi. To'g'risi, ochig'i men hayronman. To'g'ri-to'g'ridan keyin ijtimoiy tarmoqlarda dahshat o'yin, zo'r o'yin. Endi Real Sociedad bilan bu o'yindan keyin faxrlanish xato edi. Lekin bitta muxlis chiqdi Ispaniyada, aytibdi, ya'ni to'g'ri-to'g'ri bunaqa himoya bilan deyapti. Bunaqa himoya bilan uzoqqa bora olmaymiz degan edi-da. O'shani eshitib qoldim. O'sha Valensiyaga qarshi o'z isbotini topdi. Vasquez ketsin, Ancelotti ketsin. Yana eng qizig'i nimaga buni aytdim? Adashmasam Xayrulla Hamidov qo'ydi Telegramiga post qilib, ya'ni so'rovnoma. Xabi Alonso yoki Jurgen Klopp. Eng qizig'i Real Madridning ko'p muxlislari Jurgen Kloppni tanlagan. Men o'shanisiga hayronman. Bo'lishi, Xabi qachongi u trener u Klopp qachongi u olib qara o'zing. Xabi u futbolist bu, futbolist endi ko'tarilgan rostdan-da. Lekin to'g'risida Klopp qachongi Klopp bu?
Yo, o'shanga hayronman-da. Yo'q, Zidan qaytib keladi. Qarang, Xabi Alonso klub. Endi qiziq joyi shu yerdaki, klub qariyada, qanaqa qilib klubni olib kelib, o'sha mazasi bo'lmaydi, boshqa bo'ladi-da. Baribir endi inson salomatligida Arsen Wenger bilasan qayerda ishlayotganini hozir? Arsen Wenger. Hozir FIFAni, ya'ni Infantino kal bor, FIFA o'shani yaqin yordamchisi adashmasa. Yotibman anaqada. Ranieri yotgani yo'q. Bu ana qarri degani aytyapman. Bu qarish degan narsa yo'q deyapman. Nimaga yo'q? klub hozir hayotdan zavq olyapti. U klubni lekin bilasan, futbol degani bilan Borussiyadan keyin Liverpool muxlislari atmosfera bilasan, u jamoaga kirib ketadi-da klub, tushunyapsan? Realga o'tmasa kerak deb o'ylayman klub. Real bilan ancha yil qarama-qarshilik qildi. Bizada eng muhim yana bitta mavzu, xabaringlar bor. Chempionlar Ligasiga, ya'ni APLdan 4 ta jamoa, La Ligadan 4 ta berilardi. Bu mavsum Angliya Premyer Ligasidan 5 ta jamoaga chiqishga ruxsat berildi. Ya'ni Yevropa Ligasigacha? Undan xabarim yo'q. Yevropa Ligasida menimcha o'zgarmagan. Sababi Chempionlar Ligasiga guruhdan chiqqan jamoalar soni ko'p bo'lgani uchun, ya'ni Aston Villaning harakatlari. Ya'ni guruhdan chiqib berdi Aston Villa. Guruhdan keyin ham yutib berdi Aston Villa. O'shani hisobiga, ya'ni Aston Villa ta'minlayapti hozirgi vaqtda qarang. Hop, Aston Villa o'zi 6-o'rinda-da. Agar kuchli 5lik, ya'ni Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, bu alohida mavzu, Chelsea, Manchester City 6-o'rinda Aston Villani o'zida. Agar City shunaqa inqirozda ketadigan bo'lsa, Aston Villa 5 ga chiqsa, o'zi ta'minlagani uchun ham o'zi Chempionlar Ligasiga chiqadi yana. Shunaqa imkoniyat qilib berdi. Ya'ni bu yerda nima deb o'ylaysizlar? Xo'p, eng yaqin ta'qibchilar bu yerda keyin Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Chelsea. Mana shu 4 ta jamoa o'rtasida bahs bo'ladi asosan. Ya'ni 4-5-o'rinda ochkolar juda yaqin. Menimcha chiqib bo'lgan jamoalar bular Liverpool, Nottingham, Arsenal 3 ta jamoa chiqib bo'ldi. Ya'ni Chempionlar Ligasini nima deydi, rasman hal qilmasa ham ochkolar borasida ancha-muncha o'tib ketgan. Sababi Chelsea ham yaqin lekin yeta olishi ham. Ya'ni ikkita jamoa kim bo'ladi deb o'ylaymiz? Ya'ni 4-5-o'rindagi jamoa Chelsea, Manchester City, Aston Villa yoki Newcastle. Bilib bo'lmaydi, nima bo'lishini bilmayman, lekin City bilan Chelsea 4-5 kelishib olsa yaxshi bo'ladi. Baribir favorit, ha? Mayli, bundoq olib qaraganda Angliyaning eng kuchli favoriti Chelsea. Manchester City. Nomdor jamoalar chiqqani baribir yaxshi. Menimcha ham. Sababi nimaga? Bilsanglar, har safar mana Leicester oddiy chempion bo'lgandan keyin o'sha yili Chempionlar Ligasida zo'r o'ynab berdi-da, undan keyin tushib ketdi. Ya'ni hozirgi Aston Villa zo'r o'ynayapti, gap yo'q. Asensio keldi, Rashford zo'r, darajasi zo'r, lekin keyingi mavsumni boshidan Aston Villa yana o'sha formasini saqlab qola oladimi degan savol bor-da. O'shaning uchun ham Chelsea chiqqan, ya'ni Nicholas Jacksonlar o'ynab yurgani yaxshi deb o'ylayman. Chelsea degan nom bo'ladi. Не только Chelsea, boshqa nomdorroq. Tottenham qayerda yuribdi? 10-o'rinlardan. Ular Yevropa Ligasi men o'zimga qo'yib bersa, o'sha Nottingham Forest 3-o'rindan o'sha o'rinda Tottenham bo'lib qo'ygan bo'lardim. Chunki sal bo'lsa ham tajribasi bor-da. Sal nomdorroq emas, o'rta meyona komanda har doim Chempionlar Ligasiga chiqib qoladi. Misol Chelsea. Chelsea muxlislariga tosh otyaptilar. Toshda ko'p. Mana. Muxlislarga bir og'iz aytib qo'ying. Bu yo'q, muxlislarga havola. 2012 bilan 2021-yil esga olsalaring. Xohlagan gigantlar bor. Endi to'g'risi mana Chelsea muxlislari shuna kommentariyaga yozib ketinglar. Chelsea o'sha yil qilgan ish uncha jamoa, ya'ni APLdagi uncha jamoa aynan ikkita mavsum. Bu bola neytral. Neytral emas bu. Neytral emas. To'g'risi, mana ochiq mana keling, erkin fikr bildiring. Xo'p, mana Chelsea 2012-yil qilgan ishi yoki 2021-yil, ya'ni 2020-2021-yilgi mavsumda qilgan ishlarni, ya'ni aynan Chempionlar Ligasida qilgan ishi, men fikrim bo'yicha faqat Liverpool qisman qilgan bo'lishi mumkin. Qisman. Bu yerda mana 2012-yilda o'z Chelsea inqirozda ketayotgan joyida qanaqadir trener, просто murabbiy ham bo'lmagan. Qanaqadir yordamchimi bo'lgan. Bir mavsum o'zida nimadir qilgan demoqchimiz. Bir mavsum emas, yarim mavsumida. Endi bu Chelseaning qonida bor. Tuchel ham kelib turib Chempionlar Ligasini olib bergan. Drogba tortib chempion qilganda, to'g'risi.
Lekin Barsa bilan terri voy. Yo, bitta Drogba emas, to'g'ri. Drogba pik formada bo'lgan. Lekin o'sha tarkibni mana bir og'iz ayting, o'sha mavsum 2012-yil. Chelsea'ni gullagan paytlari o'sha Lampard bor edi, Terry, Cheh vartada. Oldinda Drogba, boshqa yana anaqalar bor edi. Misol uchun Bavariya ham qanaqa edi? Xo'p, mana qarang, finalga olib chiqib bergan inson bu o'sha vaqtdagi Fernando Torres. Realni, to'g'rimi yo noto'g'rimi? Fernando Torres Barselonaga Liverpooldan o'tgan. Va Barselonaga Atleticodan o'tganmidi? Da, shunaqa Atletico. Atleticodan o'tgandi. Atleticoga yana qaytib borgan oxiri. Demoqchi bo'lganim, qarang, o'sha mavsumda Barselonani yutishiga sababchi bo'lgan qisman Fernando Torres edi-da. Kimmi? Barselonani yutib finalga chiqqan 2012-yil. To'g'rimi? Finalda Drogba 1-1 qilib berib, keyin ekstra penaltilarda hal qilgan misol uchun. Chelsea'ni o'g'lisiga-mi? Yo'q. Neytral. Manchester City haqida ham shunaqa ma'lumot berchi. Da, beramiz. Hozir Manchester Cityga o'tamiz. Lekin mana Liverpoolni ham misol uchun zo'r davrini esla olasizmi? Liverpool hamma davri zo'r. Angliyada hozir bu yil chempion bo'lsa, United bilan tenglasha oladi chempionlik bo'yicha. Kelasi ham 19 marta. Adashmasam 2004-yil Chelsea'ni yutib finalga chiqqan, to'g'rimi? 2004 yutuvdi Liverpool, 2004-2005-mavsum yutgan. Qarang, endi qarang. Undan keyin Chelsea dashi davom etib 2006-2007 finalga chiqadi. To'g'rimi? Endi Chelsea o'sha vaqtda kim edi? 2012mi? Yo'q. 2006-2007 Mourinho emasmi? Yo'q, trener emas, direktor deyman. Klub xo'jayini. Abramovich. U o'nli pulni sarflaganda, Chelsea o'zi ham shu 2004dan keyin ko'tarilgan Kelishi bilan sira soqqa tiqqan ekan. Hali tarixgacha chuqurlashib ketdi. Yo, tarixdan lekin Chelsea yangiroq komandada, xuddi City yangiroq. Hozirgina solishtirib bo'lmaydi. Lekin Manchester United bilan Liverpool ancha tarixi juda ham tarixan o'sang baribir. Juda ham anaqa tarixiy komandalar. Da, endi mana bunaqa narsa, baribir nima deydi? Hamma o'zini uyida zo'r deganda, APLda United zo'r bo'lganda vaqtida misol uchun Liverpool misol uchun qara. Shunaqa gullagan davri deysan, qara. O'sha gullagan davriga Cityning eng gullagan davri to'g'ri kelib qoldi. Ikkalasida 91-90 ochko bo'ldi desang. Oxirgi turgacha raqobat bo'lib qanaqa bunaqa mavsum Chelsea'da ham bo'lmagan 100%, boshqa komandada ham bo'lmagan. Gundogan hal qilgan mavsum aytyapsizmi shunda? Aston Villa bilan o'yin. Oxirgi o'yin. Gundogan urdi ikkita. Lekin endi u yerda faqat Liverpoolga xalaqit bergan City bo'ldi-da. Oxirigacha bir ochko. 4 ta chempionlik City'dagi, ya'ni mana City haqida gapiryapman. City deganingizga 4 ta mavsumda faqat Liverpool qarshilik qilgan, orada bir marta Chelsea qarshilik qilgan. Da, shunaqa. To'g'ri, City zo'r keldi, qo'shilib shaharliklar ashi bo'm yorvordi, lekin endi bu yog'iga nima bo'ladi degan savol bor-da, chunki Pepni уже o'qib bo'ldi. Уже Pepni strategiyasini, taktikasini o'qib bo'ldi уже. Endi bu yog'iga faqat bitta ideya, nima deydi? Bitta futbolchi hal qiladigan nima deydi? Bitta jamoada xullas bitta futbolchi nimanidir hal qilish kerak. Ya'ni jamoaviy keldi demoqchimiz. Da, shunaqa, o'sha jamoaviy o'yin endi bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni lekin eng qizig'i hali ham Barselonada bu narsa davom etyapti. Lekin Cityda hozir bitta futbolchi hal qiladigan yo'q-da, baribir. Даже Hollandni misol uchun olib kelishdi. Da, bo'ldi, endi Real yutamiz deganda ham o'sha mavsum Real yuta olmadi. To'g'rirog'i yutdi adashmasam, lekin Holland hech narsa qilib bermadi. Rudiger yeb tashladi misol uchun. Ozgina vaqt kerak. Men Manchester Cityga ozgina vaqt kerak. Hozir juda krizis tushgan paytda nimadir deyish, u men o'zim qo'limdan kelmaydi, u Guardiola'ning ham qo'lidan kelmaydi nimadir deyish. Hozir faqat o'yin maksimal harakat qilish kerak, ishlash kerak bu. Xo'p, keyingi mavsumdan yana chempionlikka asosiy da'vogar bo'lib, Chempionlar Ligasida tarkib jihatdan shunaqa lekin. Albatta, tarkib chetga surib. Temboli Husanov bor mana o'zimizdan. Da, Husanov mavzusi bo'yicha ham gaplashamiz degan edim-da, ochildi. Endi qarang, Husanov bor. Ikkita o'yindan beri tushmayapti. Ne, endi Husanovda bizda o'zimizda o'zim o'ylashim bo'yicha blogerlar, reklama nima qildi, zo'rsiz osmonga ko'tarib qo'yishdi-da. Da, baloga qolgan Abdurahmon Fozilov bo'ldi. Va Abdurahmon akam ham juda ko'tarib yubordi. Nima qildim, kepga bitta. Qo'yib bering, ikkita u bittasi menda. Da, nimadir, короче. Lekin mana Ochsasi gapirish kerak.
Yo'q, qarang, bir minut mana shu joyda qaranglar. Abdurahmon aka haqida bir og'iz fikr aytishinglarni oldin bitta narsani aytib qo'yay. Abdurahmon Fazilov o'zi aynan mana shunaqa tanqidlardan keyin ochiqchasiga aytdi nima bo'lgan. Ya'ni Brabus 350 ming dollarlik mashina sovg'a qilgan vaqtda ham adasi telefon qilib, Abduqodir adasi telefon qilgani uchun kelib topshirgan. 20 minut vaqtimiz ketdi deb aytdi. Undan keyin faqat shu ikkita kepkaga o'sha qo'l qo'ydirganman bo'ldi. Qolgan merrimisi, to'yi hech qayerda men aralashmaganman deb aytdi-da. Lekin shunda men ko'raman, Reels'da Instagramda zerikasam, baribir erkak kishi ishdan keladi, charchaydi. Uxlashdan oldin bir ro'y kirasan, bitta ko'rasan, Abdurahmon aka bo'ldi kelgan shu olgan yoki Abdurahmonni quchoqlab turibdi. Bilmadim. Nima deysiz? O'zi ko'rdingizmi? Aynan Qasolga Abduqodir o'yinni ikkita o'yinga tushmaganini. Ya'ni Mayli, gap unda emas. Gapinglar bo'lib qo'ydim, gap unda emas. Umuman, o'sha boygan blogerlarda bu yoqda emasdir balki. Lekin unchalik e'tibor qaratish kerak emasdi, shu ani o'zini ko'tarilishini yo'lida shu bizdan paddeshkamiz faqat o'sha bo'lardi. Shu ani. Lekin baribir hammani o'zini anaqasi bor, tirikchiligi bor yoki boshqa qo'pol qilib aytganda-da kimdir kelib men syomka qiladi, bir ikkisini bu yoqda misol uchun birinchi men oldim, misol uchun Abduqodir bilan syomkani yoki kepkasini oldim yoki nimadir. Mayli, hammasini o'zini yo'liga, lekin bu darajada bo'lish kerak emas. Sizni fikringiz? Shunaqa qo'shilaman, lekin bitta noto'g'ri narsa sababchi ham bo'lish kerak edi-da. Чтобы значит, men paytni noto'g'ri qilibmiz bu bolaga bosim qilib. Endi keyingisida, по-моему, xalq ham, o'sha blogerlar ham, atrofda yurgan odamlar ham bo'lim mas'uliyatliroq bo'ladi deb o'ylayman. Bitta anaqa kerak edi. Lekin, o'pshim qaraganda Abduqodirga bu bosim ozgina ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ozgina emas, yaxshigina ta'sir qildi deb o'ylayman. Bu yog'iga o'zini to'g'rilab olishga unda immunitet hosil bo'lmaganda, chunki agar noto'g'ri tarafga qarab bosimni ko'tara olmasdan pastga qarab ketganida o'sha birinchi o'yinda o'zida yaxshigina ketib qo'ygan bo'ladi Chelsiga qarshi o'yinda. Chunki o'tdagi bosim hozirgidan ko'ra kuchliroq edi. Yengish qiyinroq edi deb o'ylayman. Debyuti bor, omadsiz debyut. Endi ikkita o'yinda tushirilmaganligini sababi boshqa tomonlar ham bo'lishi. Misol Gvardiola hozir jamoa quryapti-da yangi. Balki rotatsiya qilayotgan. Lekin Levis adashmasam Zashtirda turyapti. Abduqodir pozitsiyasiga Levis qo'ygan hozir. Bitta o'yinda ikkita assist qildi, adashmasam o'sha bola. Nik Levis adashmasam. Srazu endi zaxiraga o'tkazib qo'ydi degan. Gvardiola ham ahmoq trener emas birinchidan. Hamma o'yinchilarni sinab ko'rib, misol formasiga qarab tushiryapti deb o'ylayman menimcha, lekin u to'g'ri o'zimizda bo'lgan ishlar ko'p va fikriga qo'shilaman. Endi bu yerga o'zi xulosa chiqarib, misol o'zimiz ham xulosa chiqarib, misol Abdurahmon aka, boshqalar. Mayli, Abdurahmon aka emas. Men bu fikrlarga ya'ni mutlaqo qarshiman. Ya'ni blogerlarning borishi, reklamalar, boshqa narsalar o'zi aslida oddiy holdek qabul qilinishi kerak deb o'ylayman. Sababi mana Yevropada har bitta futbolchi bitta ko'tariladi, boshqa bo'ladi. Ularni ham oldiga boradi. Ya'ni bitta bizada emas-da, o'tda ham boradi. Blogerlar boradi, muxlislar keladi. Misol uchun Abdurahmon aka o'tda ham bo'ladi bunaqa narsa. Misol uchun bu oddiy hol. Ya'ni bu Abduqodirning ikkita o'yinga tushmagani yoki bo'lmasam yaxshi o'yna olmagani bu muxlislari yoki to'yib bo'layotgani yo boshqa narsadan emas deb o'ylayman. Ya'ni o'zi xohlagan futbolchida cho'kish davri yokida qaysidir o'yinlarda o'yini chiqmaydigan vaqt bo'ladi. Misol uchun. Даже Van Dijk misol uchun Liverpool men bu Arne Slotdan oldin bir cho'kib qoldi adashmasam. Bir o'yini chiqmay qoldi. Agar Liverpool muxlislari esla olsa, shunaqa holat bo'ldi-da, lekin hozir yana qaytdi. Yana o'sha formasiga qaytdi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Misol Husanovni 1 yil oldin kim misol Cityda tasavvur qilgandi? 6 oy oldin. Mayli 6 oy oldin deylik. Cityda tasavvur qilish qiyin edi juda ham. Odamlar orasida so'rovnoma o'tkazganman, ya'ni birinchi bu borganimda u vaqtda Manchester City degan fake xabarlar bor edi-da. Faqat Newcastle bor edi, Tottenham bor edi, PSG bor edi-da. O'sha vaqtda lekin samimiy TVdagi akalar bilan olganman-da. Ikkitasi bor edi. Bittasi Manchester Unitedga o'tsin degan, bittasi Manchester Cityga degan edi. O'sha vaqtda Manchester Unitedga Xayrulla Hamidov o'zi ham o'tsin, sababi Ruben Amorim 3 ta zashta bilan o'ynaydi. Pep esa 2 ta bilan o'ynaydi. Abduqodirga qiyinroq bo'ladi degan edi. Raqobat ham ko'p dedi. Lekin o'sha samimiyatda bittasi yo Cityga o'tsin, Pep imkoniyat beradi, yoshlar yaxshi ko'radi degan edi. O'shandan keyin Abduqodir o'tib ketdi-da. Ya'ni birinchi bo'lib
odamlardan intervyu olganmanman, lekin to'g'risi ochiq aytib qo'ya olmadim. Endi o'zim fikrim Husanov bo'yicha ham hali mavsum nima deydi? Ketma-ket Cityni himoyachilari jarohat oldi. Hozir akademiyasidan yosh bolalar olib kelyapti. Hammasini sinab ko'ryapti. O'relli degan bola asosiyda tushdi Unitedga. Gvardiola hammani sinab ko'ryapti. Misol De Bruyne ketadi bu mavsum e'lon qildi. Yangi jamoa quradi-da baribir. De Bruyne'ni ketishi bo'yicha men biroz De Bruyne'ni taniydigan, juda yaqindan taniydi. De Bruyne, o'zi shu De Bruyne'ni orqasidan kelgandi bu bola. Bitta gap bor. Belgiyadan olib kelgandi. Darvoqe, Oxirgi o'yinda Manchester City formasida bitta Jack Grealish tanir ekan, ya'ni Chota. Namodo Abduqodir to'yiga Jack Grealish keladi misol uchun-da. De Bruyne ham kelar balki faoliyatini yakunlasa ham mayda bo'ladi-da. Xudo xolasa borsangiz. Bizning nomimizni salom etib qo'yasiz Jack Grealishga. O shundoq ham Jack Grealish oldidan kelayotgan odamga o'xshaydi u. Xotinga o'xshaysan. Shunaqa De Bruyne'ni ketish haqida ikki og'iz. Qanaqa bo'ldi? De Bruyne to'g'risi. Keyingi faoliyat qanaqa bo'ladi? Shu yog'iga. Amerikada davom ettiradi, adashmasam. De Bruyne'ni ko'rib bor odam nima deydi? 5 ta. Yo'q, odam achinadi haqiqatdan. Kroos ko'rib xursand bo'lasan-da. Vaqtida ketdi-da. Yo'q, men aytmoqchi bo'lgan narsa mana qarang, Jon Temur aka, De Bruyne Citydan ketdi degani, yoshi endi 31-32 da, hali unaqa De Bruyne'niki. Unaqa yosh o'tib ham ketmadi deymiz, misol uchun. 32 danmi yoshi? Shunaqa. Ja, unaqa yoshi katta emas demoqchiman. Aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir Citydan ketib, deylik, Chelsea, Arsenal, shunaqa urvendagi jamoalarga, ya'ni Cityni urvenidan baland bo'lmagan, lekin City yoki Citydan sal pastroq bo'lgan urvendagi jamoaga borib, yana formasini qayta vastavleniya qilib olishi mumkinmi deb o'ylayapman. Mumkin, lekin u narsani tanlamaydi. De Bruyne tanlamaydi. Futboldan zavq hammasidan bo'ldi. Messini oldi. Saudiyadan qanaqa taklif bo'ldi? Yo'q, Amerikaga ketdi. Oilamga e'tibor beraman. Lekin endi Messini qilmagan ishi qolmagan edi, jahon chempionatidan tashqari. Lekin De Bruyne'ni hali qiladigan ishi bor edi. Demoqchi bo'lganim, hozir bu narsa terma jamoaga ham ta'sirini o'tkazadi. Sababi De Bruyne hozir Citydan Amerikaga ketsa yoki Saudiyaga borsa, terma jamoadagi o'rnini ham berib qo'yishi mumkin deb o'ylayman. Sababi hozir termadan ham ketadi, oxirgi jahon chempionatidan keyin. Bitta o'tkazib ketadi deysan. Oxirgisida. O'zi shu oxirgi hozir 2026dagi jahon chempionatida katta futbolchilar oxirgisi Ronaldo boraman deb harakat qilyapti. 41 yosh bo'ladi. Tushunarli. Endi Arsenal mavzusi qolib ketdi orada, ya'ni o'sha ertaga Chempionlar Ligasi boshlanadi. O'shanga Arsenal endi bu yog'iga asosiy e'tiborini bu yog'iga qaratgani yaxshimi? APL qo'ldan boy berib bo'ldi, katta ehtimol. Endi Chempionlar Ligasi misol Realga bor kuchini tashlaydi baribir. Arteta hozir endi Angliyada misol 10% ham deb ko'rmayapman-da chempion bo'lishini. Buning uchun 100% bo'ladigan 1% deb o'ylayman Arsenalnikini hozirga kelib. Chunki bunaqa katta farq bilan anchadan beri hech qaysi ham o'tib ketmagan birinchidan. Liverpoolni keyin qiladigan ish ham qolmadi boshqa. Boshqa kubokdan chiqib ketdi, Liga kubokdan chiqib, Chempion Liga. Faqat Premier Liga qoldi. 7 ta o'yin qoldi. Liverpool qolgan o'yinlarda ozgina slotni o'z eksperiment qilib ko'rish mumkin. Yoshlar yoshlarni tashlab. Uning uchun oldin rasman chempion bo'lgandan keyin qilgan Arsenal bilan o'zaro o'yin bor. Adashmasam, ikkita turdan keyin o'yini bormi? Arsenal bilan o'yini bor. O'shanda hal bo'ladi ko'proq narsa baribir. 11 ochko. 11 ochkolik farq ekan rostdan ham. Xo'p, endigi mavzu La Liga
O'sha aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni Realni yutqizishi uje muammo bor. Ya'ni 3-darvozabon tushdi, himoya yaxshi bo'lmayapti, Ancelotti. Lekin Barselona Betis bilan durrangi, ya'ni Barselonani o'zi, ya'ni Yamalni charchagani bilan bog'liqmi yoki haqiqatan Antoni bilan Isco haqiqatan Betisni yetakchisi bo'lib tortyaptimi? Agar statistika bo'yicha qarasak, Betis zo'r kelyapti. Ya'ni mag'lubiyatsiz, durangsiz kelib turgan joyida Barsa bilan durang o'ynadi. Oxirgi 10 ta o'yindami Barselonadan 1 ochko ola olmagan ekan. Oldi. Oxirgi 10 ta o'yinda Realni yuta olmagan ekanda, yutdi Realni. Antoni kelgandan keyingi effekt etmoqchiman-da. Ya'ni balkim Antonining muxlislari bordir. Betis nechinchi o'rinda hozir? Betis hozirgi vaqtda o'rta Chempionlar Ligasida yo'q, lekin kuchli to'rtlikda yo'q. 5-6 pog'onada. Endi Betis muxlis emasmi siz? Yo'q, Manchester City. Manchester City, Man United. Manchester United. Bitta shahar. Endi berib qo'ydilar, majbur yeb o'tirman, hurmat qilaman. Xursandib o'tdi. Hozirgi vaqtda hurmat qilmaydigan odam o'zi yo'q. O'sha mavzu Betis kuchli yoki bilmadim. Real Barsa charchadimi? Yamalda charchadi. La Liga javnaqa yaxshi kuzatmayman. Bitta o'yin bilan charchadimi deb qo'ysam Yamal yoshi nechida shu bola? 2007. Yoshi 18. 18. 21 ga borib Yamal tugaydi deb o'ylayman o'zimcha. O'zim fikrim. Futbol o'ynab yurganman, misol uchun haligacha o'ynayman. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki Yamal yulduzlik kasalligi u davni uchraydi. Uchragan. Ya'ni nimaga asosdan uchragan, lekin hali bironta memlar chiqmadi yokida, oddiy Abduqodirga o'xshab kema ham bo'lmadi, Yamal. Bir oy kut, yana bir oy. 3 marta o'ynasin. Shu Real bilan o'ynasin, ko'ramiz. Yamal. Anchildan yaxshi o'ynayapti lekin. Maydan childan bor, yana ozgina kutaylik. Men yomon fikrda emasman, lekin shunaqa fikrim bor, taxminim bor o'zim. Ansu Fatini tanirmidingiz? Barsada shunaqa Yamalga o'xshab porlab chiqqan ikkinchi Messi deyilganda, 1 yil, 2 yil o'ynadi, keyin sindi. Ya'ni shunaqa demoqchisiz. Shunaqa demoqchisiz. Battar deb o'ylayman. Chunki Yamal juda yosh bola, hozircha ochkini tartib kirib keladi-yu. Shu yurishidan, yurishidan emas, qaysi nimadan taxmin qilyapsiz? O'sha ko'nglim sezadi. Shunaqa deb o'ylayman o'zimcha. Qarang, Real yoki Barsa ikkalasi o'ynasa. Albatta Barsa kuchli hozir. O'zingiz Aslidami? Endi Real kuchli bo'lishini xohlayman. O'shaning uchun ham Real Madrid muxlislari haligacha Barselona futbolchilarini kuzatishadi. Rosa. Real to'g'ri, yaxshi jamoa, zo'r, atmosfera zo'r, misol uchun musulmonlar anaqasi, misol uchun ko'pchilik anaqa qo'llab-quvvatlaydi. Lekin buni olib qarasang, hozir Barsa kuchli-da. Nimaga mana siz Real o'zim Realga balet qilaman, lekin Barsa kuchli. Neytralni balet qilaman deganda shu ikkita jamoa bo'lsa, Real yutishni xohlayman. Konkretni balet qilish emas bu. Men juda xohlayman, lekin kuchli-da Barsa. Nima deyman? Siz ham misol uchun Barsachi bilan gaplashib qolsangiz, tortishib qolsangiz, yo'q, tortishmayman ular bilan. Lekin Barsa kuchli. Tan olasiz. Hozir kunda, juda ko'p muxlislar unaqa emas. Endi u haqiqiy muxlislar. Men haqiqiy muxlis emasman Realda ham Barsani ham. Hozirgi vaqtda Barsa haqiqatan kuchli. Bu aniq, lekin eng qizig'i Liga Chempionlarga qarab o'tamiz. La Ligada hozir ketma-ket, ya'ni Barsa 2-o'rinda Real Madrid. Orada hozir 4 ochkolik farq yuzaga keldi. Bundan prosta taxmin so'rasang bo'ldi. Bu anaqa 4 ochkolik farq bo'yicha kuzatmaydi. Barselona keyingi o'yinlarda qoqilib, Real zo'r o'ynab, Real o'tib ketishi qancha, necha foizlarda? Barsaga yetishiga Real hali ancha bor deb o'ylayman. Chunki bu mavsumda shunaqa. Bu mavsum degani hozir qishgacha. Yana yo'q. Bahor oxirigacha. Ya'ni o'zi 7 tami 8 tami o'yin qoldi. 1,5 oy qoldi. 1,5 oy ichida o'tib keta olmaydi demoqsiz. Bu anaqada Barsada juda kuchli. Защитник, sentralka, hujum вообще o'shani Yamal yulduzlik kasalligi berilmagan-ku, lekin berilib ketguncha ancha kuchli. Ikkita mavsum o'ynab beradi deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanaqa, Jon Temur aka? Chempionlik poygasi qanaqa ketyapti? Ya'ni Barsa ochko yo'qotishi mumkinmi, Real o'tib ketishi mumkinmi? Bunga yetarli sabablar ham bor. Ya'ni bitta El Clasicoda agar Real yutsa, 1 ochkolik farq yuzaga keladi. Bu degani oxirgi o'yin keyin o'sha ham bor. Gapingni bo'laman. Bu oxirgi o'yinda El Clasicoda ochko-pachkoga neytralniy odam emas-ku. Вообще-то futbolga konkretni qiziqmaydigan odam El Clasiconi ko'radi. Bu aniq. Ko'radi, faktichki ko'radi.
Asosan u kim yutsa bo'ldi shu, ana ochko-pachoga qarab o'tirmaydi. Bo'ldi, oxirgi o'yinda Real yutdi yoki oxirgi o'yinda Barsa yutdi. Bo'ldi, Barsa kuchli yoki Real kuchli oxirgi o'yinda yutdi. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Faktichki bo'ladi. Da, Elmurod Taqnazarov. Elmurod degami, voshi Barsani Da, biz reality bo'ldi. Bizga kerak emas. Yo'q, ko'pchilikda shunaqa. Hamma ko'pchilikda emas, deyarli hammada shunaqa. O'sha Barsachi anaqa muxlislari, ya'ni Realchining muxlislari kaluchi hammasi mana shu. Kim oxirgi o'yinda yutdi, o'sha kuchli bo'ldi. Chempion kim bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi ani misol uchun El Clasicoda Real yutqizib qo'yib, bo'lgan kubokda Real yutqizib qo'yib, Real olsa bahonasi bo'lishi mumkin. Qanaqadir bahonasi bo'lishi mumkin. Biz oldik, yutqizganimiz bilan degan narsa bo'lishi mumkin. Lekin El Clasico hal qiladi ko'p narsani. Bo'ldi, boshqa hech narsa. U El Clasico xolisi UEFAda bo'lsin, xolisi ani Ispaniyaning o'zida bo'lsin, yoki boshqa joyda bo'lsin, o'zi просто mejsa o'ynasin, oxirgi o'yin gapiradi. Siz ya'ni ayting, misol uchun Barsa o'sha boya aytganimdek 4 ochkolik farqi yo'qotib qo'ya oladimi? La Ligani o'z avvalo yaxshi kuzatmayman. 4 ochko farq bo'ladigan bo'lsa, hammasi bo'lishi mumkin. Nechta tur bor yana shunda? 10 taga yaqin tur qolgan. Ha, juda ham erta desa ham bo'ladi. Yo'q, lekin mana oddiy Valensiyaga yutqizib o'tiribdi-da Real Madrid. Misol uchun. Real Sociedad bilan durang o'ynab, penaltilarda yutdi. Bayern hamda muxlislar, mana videosi bor. Muxlislar shunaqa xursand, baqir-chaqir qilyapti. Keyin bitta muxlis aytdi, boya aytgan gapim. Yo'q dedi, bu himoya bilan uzoqqa bora olmaymiz degan gapidan keyin 3 kundan keyin Valensiyaga yutqizib o'tiribdi-da. Qanaqa qilib Real Sociedaddan 4 ta gol o'tkazgan jamoa Barselonadan yana 4 ta 5 ta o'tkazmasligi mumkin. Endi o'ylab ko'ring-da, yana hujumchiligi, markaz, hozir Magic, Pedri de misol uchun. Men o'ylashim bo'yicha, ya'ni hozir bizlar oramizda Barselona muxlisi yo'q-da, agar bo'lganda, yana ham konkret gaplar yetardi. Sababi Real hozir bu jamoalarga yutqizib ochko yo'qotganidan keyin endi Barselonadan ochko yo'qotishini hatto Realchilar ham o'zingiz ochiqchasiga tan olsa kerak. Sababi kecha bitta Realchi bilan gaplashsam, biz Liga Chempionov haqida gaplasha qolaylik deyapti. El Clasico qiziq emas, tushunyapsizmi? Liga Chempionov haqida gaplasha qolaylik. Shunaqa deb aytayapti. Menimcha ham qiyin deb o'ylayapman Real Madridni o'tib ketishi. Bitta imkoniyati bor-da. Arsenaldan agar qoqilsa, keyin e'tiborini La Ligaga qaratishi mumkin deb o'ylayman. Bu futbol. Da, siz ham Realga qisman muxlissiz, nima deb o'ylaysiz? Men Realga muxlis emasman. Men muxlisman. El Clasicolarda ko'proq Realga muxlislik qilaman, to'g'risi, tan olaman. O'sha ma'noda demadi. Atak men misol yotib Real, Barsani o'yinini ko'rmayman. O'zing, misol uchun, neytralniy odam sifatida Barsa kuchlimi, Real kuchlimi? hozirgi vaqtdami umumiy? Hozirgi vaqtda, endi oxirgi vaqt ikkalasi o'ynasa, misol futbolni kuchli deb bilaman-da, hozir Realni yo Barsani. Bu Real muxlisi bu. Real muxlisi. Ha, yo'q, muxol. Agar Atleticoga balet qilaman, nima deysan, ikkalang ham? Yo'q, bu gap yo'q. Balet qil, xohlasang Atleticoga qil. Xohlasang Portugalga, xohlasang kimgadir balet qil. Lekin oxirgi o'yinda, misol uchun El Clasicoda Real. Yo'q, balet qilishini aytma. Qaysi bir kuchliligini ayt. Muxol bu yerda balet ketmayapti. Misol uchun balet qilaman desam, o'zim ham Realga balet qilaman. Lekin kuchli odammi? Tan ol, kuchli odammi? Kuchli Realmi? Aha. Mayli. Real unda kuchli. Mana. Muxol o'rtog'im bo'lganing uchun sen tarafga o'tdim. Lekin Barsa kuchliligini bilaman. Realga balet qilishmas men uchun misol tarkib jihatdan Real ancha kuchli hozir misol Barsaniki bilan olib qaraganda yer bilan osmonchalik o'zimda farqi. Yo'q, juda adashyapsiz hozir. Men sizga mana hujumini o'zi qara. Hujumini o'zi. Bitta pozitsiya mana Barselona muxlisi bilan siz Real muxlisi bo'lamiz-da. Bitta pozitsiyadagi keling hozirgi vaqtdagi eng zo'rlarni saralaymiz. Misol uchun deylik chap kiraydi. Realda kim? Vinicius hujumda agar misol uchun Vinicius. Xo'p, hozirgi vaqtda Rafinha. Statistikani olib qarasangiz, hozirgi vaqtda Rafinha Viniciusni yertayda qoldirib ketgan. Ochig'i, xafa bo'lish yo'q. Rostdan shunaqa-da. Daji Braziliyada ham endi bitta mavsumni deb hozir sen Viniciusni bori o'ldirib qo'yapsan. Misol o'tgan yil oltin to'pga da'vogar bo'lgan bu o'yinchi. Bu yil endi to'g'ri Rafinha. Agar endi Liverpoolga yana qaytadigan bo'lsak, agar Salah Chempionlar Ligasida chiqib ketmaganda, katta ehtimol bilan bu yil Salah olib ketardi. Finalgacha borganda 100% Salah olardi. Dahshatli edi.
Qaysi yil? Real bilan finalda. Qaysi finalda aytyapsan? Uchu ber. Oh, 18dagi finalda aytyapsan. Yo'q, o'sha finalda aytyapman. Men hozirgi vaziyatni gapiryapman. Hop o'shanda. Nima? O'sha yili kimdir ochiq qo'ygan yo'q mana finalda o'ynar. hop o'sha yil kim oldi? Bilmayman, lekin Kim oldi o'sha yil bilasan? Modric. Modric oldi. Jahon chempionati bordi o'tda. Ay, Salah jahon chempioni bo'lganda Salah olardi. Ne Salah borku finalda o'ynagan yo'q. Nechinchi daqiqada, birinchi taym, nechinchi daqiqasida jarohat chiqib ketdi. Uni bu forda surlobdan deb. Avval mavzuga qaytaylik. Atay, to'g'ri tan olaman sizlarga. Sizlar uchun Barsa kuchli kelinganga Real. Real kuchli bo'lsa Real kuchli deymiz biz. Real o'zim aytaman. Real kuchsiz, to'g'rimi? Ha, Kuchsiz. Barsadan oldi kuchsiz. Bo'ldi, mana shu narsani Lekin eslab qolaring. bo'lishini. O'sha El Klasikoda gaplashamiz. Da yo'q, boya men aytmoqchi bo'lgan narsam, siz hozirgi mavsumda dedingiz, Real Madridning tarkibi Barsanikidan kuchli deyapti-da. Yo'q, qarang, hozirgi vaqtda chapqiray hujumda Viniciusdan Rafinha kuchli, ochig'i. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, to'g'ri, Mbappe mavsumi boshida yomon o'ynadi, Lewandowski zo'r o'ynadi. Endi Mbappe zo'r o'ynayapti, Lewandowskida cho'kish bor. Bu, ya'ni Rafinha, Vinicius 1-0 deylik, Barsa. Mbappe, Lewandowski 1-0, mayli, Real ya'ni 1-1 bo'ldi. Xo'p, endi Onkray, Yamal. Xohlagan o'yinchingizni qo'ying, Fedeni qo'ying, Rodrigoni qo'ying. Yo'q, Yamal aniq Yamal kuchli. Xo'p, 2-1 mi? Endi markaz. Jude Bellingham, Pedri mavzusi aynan shu bo'yicha so'rovni olmoqchi edim. Qarang, Jude Bellingham bilan Pedri mavzusida, ya'ni ikkalasini solishtirsa, hozirgi vaqtda ikkalasini aniqlash juda qiyin-da. Sababi Jude Bellinghamda gol ko'p. Pedrida, lekin Pedrida o'yinni kontrol qilish, o'yinni nazorat qilish, o'yinni boshqarish kuchliroq-da unda. O'shaning uchun mayli, buni teng deb hisoblaymiz. Endi Bellinghamdan boshqa hech kim yo'q, ya'ni markazda hozirgi vaqtda. Fedeni qo'yish mumkindir, lekin Fede ham markazda emas. Lekin Barsada Pedridan tashqari De Jong formasiga qaytib olgan. Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo, yo'q, tushunyapsizmi? Barsada bitta markazda 3 ta o'yinchi bo'ladigan bo'lsa, zapas 2 tadan o'yinchisi bor-da. Realda muammoya markazda bo'lib qoldi. Modric oldingida o'ynab bera olmayapti. Chouameni zashtada o'ynadi-da, bitta o'yin keyin sentrda zo'r o'ynab berdi. Markazni hozirgi vaqtda Barsa bilan Realni solishtirsak, aniq Barsa kuchli. Endi zashtaga o'tamiz. Zashta. Rudiger, Alaba, Militao jarohat to'liq agar bundoq tushganda, aniq Real Madrid bilan Barsani zashtasi teng bo'ladi. Sababi hozir Pau Kubarsi ham, Araujo ham, Inigo Martinez ham zo'r. Bu yoqda esa Rudiger, Militao, yangi mana Asensio. Qarang, Chouamenini shuncha vaqt qo'ydi-da, mana o'zim neytral fikrlashni boshlab ketdim-da. Real Madrid tarkibida himoyachi bor ekan, Asensio degan himoyachisi bor ekan-da, qarang. Tak mana Abduqodir oldi-yu, to'g'rimi? Abduqodirni oldi-da, O'zbekistonlik qo'yib yubordi. U Asensio Ispaniyalik ekan, shunaqa zashtigi bor-da, Carloda. To'g'risi, ochig'i, jahlim chiqib ketdi-da, qo'ymayapti-da, Chouamenini qo'yapti zashtiga. Chouameni parod qilyapti. Chouameni keyin tushmayapti-da, Kamavingani qo'yapti, penalti ishlab berdi. Oxiri qarang, Chouameni, Kamavinga variantlari qolmagandan keyin Asensioni tushirdi. Hozirgi vaqtda Ispaniyaga asosiy tarkib himoyachiga chaqirilyapti. Terma jamoaga. Tushunyapsizmi? Ya'ni Ancelotti qo'rqadi o'yinchini tushirishga. Ya'ni yangi yulduzni kashf qilishga qo'rqadi. Güller ham shunaqa misol qilsangiz. Güller misol, Endrik misol. Agar deylik, Endrik Gullerni qo'yganda balkim Rodrigodan zo'r o'ynab bergan bo'lar. Yoki Viniciusni zaxiraga olib turib, o'sha krega Guller o'ynatib ko'rsin. Misol uchun Flick o'ynatdi-yu, Rafinhani chapga oldi misol uchun-da, Yamal bilan bitta tandem bo'lmasin deb chapga oldi. Qobiliyati ochilib ketdi Rafinhani ochig'i, to'g'risi. Varatalis bo'yicha keladigan bo'lsa, Chesniga вообще respect. Sev qilmasa ham, boshqa qilmasa ham Prikol Varatalis. Zo'r o'ynab beryapti. Realda hozirgi vaqtda Kurtova jarohatda, Lunin u ham jarohat oldi, 3-raqamli darvozaboni tushdi. Yo'q, Lunin ham jarohat. 3-raqamli men shu paytgacha o'ylardim, nimaga zaxirada 3 ta darvozabon bo'lish kerak, ya'ni o'pshi 3 ta darvozabon bo'lish kerak, jarohat olmaydi-yu deb o'ylardim-da. Lekin kechagina Valensiyaga qarshi o'yinda 3-raqamli darvozabon tushib, Dovdira birinchi golni o'tkazib qo'ydi. Endi bu yerda qarang, to'g'ri, Ancelotti nimadir qildi deb o'ylashimiz mumkin, lekin Flick qarang, bittada chaqirib oldi-da, bildi, shtobi. Ter Stegen ketsa, murabbiyning aniq reaksiyasini aytayapsan-da, vaziyatga nisbatan. Qarang,
Ter Stegen ketdi. Ter Stegendan keyingi darvozabon, Barselonaning darvozaboni ismini yozib olinglar kommentariyaga, esimda yo'q hozir. O'sha darvozabon turdida, lekin Shesnini olib keldi. Shesni 2-3 o'yin o'ziga kelib oldi azgina. Vesi qilib qo'ydi, yo'q bosib ketdi. O'ziga kelib oldida, keyin anu darvozabonni sekin chetga oldida, anu kubok bor. Saudiyada yutib keldi, o'sha o'yinda tushirib ko'rdi-da Shesnini. Tushirib ko'rdi, juda yaxshi turib berdi. Keyin bo'ldi, Shesniga berib qo'ydi hozir. Fint qilgan Bartar Shesnimi oxirgi o'yinda fint. Ikkita o'yinchini aldagan. Severgetdi yo bosdi deganlarga Suares qildi. Suares. Unaqa hech kim demadi. Amerikada u. Severib ketdi demadi. Amerikada. Suaresmi va Yo bosib ketdi-ku. Xullas, Barsa Real desalar, men baribir Real. Ikkalasidan oladigan bo'lsang, o'zim balet qilmayman, lekin Real. Ashyoga balet qilaman. Sen o'z City deding, Manchester deding, Barsa deding, Real qaysi? Muhor, bitta narsa. Bularga balet qilmayman. Kuchiga mendan tanlayman faqat. Hop, sen kuchini tanlamang, kuchsini tanlayapman. Senlar uchun Real kuchsiz to'g'rimi hozirgi kunda? Ha, kuchsiz. Men uchun kuchli. Bo'ldi, Real kuchli ekan. Biz bu tarafga o'taylik. Bo'ladimi? Sening tomonga o'tma. Xo'p, unda mana bunaqa qilaylik. Unda xo'p, El Clasico'da sizni fikringizcha, ya'ni birinchi El Clasico, ya'ni endigi El Clasico, ya'ni 2025dagi El Clasico, adashmasam, 26-aprel kuni bo'lar ekan. Adashmasam, u ham Real Madrid uyida bo'ladi, ya'ni La Liga doirasida bo'ladi. La Ligami final Mana shunaqa gaping uchun hozir Real muxlis Barsa muxlis bo'lamanda 5-1 ga qoqadi. Da 5-1mi? navbatdagi El Clasico qaysidir sanada bo'ladi? Kim yutadi deb o'ylaysiz? Real. Hisob 2-1. sizningcha El Clasico, Real Madrid, Barselona. Hisob Barsa yutadi 2-1 ga. 2-1. 5-1 ga yutadi Barsa. 6-1 bo'lmasa. Assalomu alaykum dedi. Da oxirgi o'yinlarda katta shot ko'rib o'rganib qoldik. 4-0, 5-2 da uje Birinchi golni Real urishi mumkin. o'tgan safargidek. O'tgan safar bilmayman. Bunday qiziqmayman El Clasico. Lekin shudan El Clasicodan tashqari ko'radigan o'yinlarim, misol uchun Realnikini ham ko'raman, Barsanikini ham ko'raman, juda kuchli komandalar. Lekin Real juda slabiy Barsani oldida. Men misol uchun Barsani yoki Realni muxlis emasman. Barsa kuchli. Meni fikrim bo'yicha bu El Clasico, ya'ni La Ligada 3 ochko uchun jang bo'ladigan o'yinda risk qiladigan jamoa bu Real Madrid deb o'ylayman. Sababi durang ham, mag'lubiyat ham Realni qoniqtirmaydi. Lekin Barselona unaqa risk qilmasa kerak. Sababi 4 ochko oldinda yutqizgandan ko'ra 1 ochko olgani yaxshi-da. Ya'ni tafovut 5 ochkoga chiqib oladi. Barsa risk qilmasa kerak deb o'ylayman. Balki shunaqa. Realga nisbatan. Barsa borku hozirgi kunda Realga risk qilishga ham bormaydi. Prosta o'ynab bersa bo'ldi 5-1 hisob. To'g'ri. O'ylayman. bildik-ku. To'g'rimi? O'sha El Clasicodan keyin hammani gapi bor. O'shanda gaplashamiz El Clasico temasini yopsang ham bo'ladi. Tezroqda anaqa Chempionlar Ligasiga o'tsak, El Clasico, xo'p, El Clasico bo'yicha gaplashamiz. Ertangi uchrashuv Real Madrid, Arsenal. Ya'ni birinchi o'yin Arsenalda bo'ladi. Arsenal uyda bo'ladi, adashmasam birinchi o'yin. Qanaqa hisoblar bo'lishi mumkin? Ya'ni birinchi o'yinda kim yutishi alohida mavzuda o'zi. Guruh, ya'ni keyingi bosqichga o'tishi bitta alohida mavzu deb o'ylayman. Sababi bitta o'yindan keyin baribir o'zini chempionatida o'yin o'ynaydi. Aynan o'sha o'yinda yana jarohat bo'lsa, bilib bo'lmaydi, nimalar bo'lishini. O'shaning uchun keling ertangi bahs haqida gaplashamiz. Ya'ni ertangi bahsda qanaqa hisob bo'ladi? Kim favorit? Arsenal o'zini uyda Real Madridni qabul qiladi. Arsenal urib ham qo'yadi adashmasam Realda. Chunki Real juda kuchsiz. Arsenal bilan Real o'yin. Kuchsiz deganda oxirgi paytda, oxirgi 10 daqiqa ulardan Men o'zim misol ko'proq gol kutyapman ikkita komandadan, Arsenaldan ham, Realdan ham. Yorqin ikkalasi ham misol himoyaviy o'yin tanlamaydi. Real ham, Arsenal ham. Shu ikki taxminim Real. Real olib qo'yadi. Men taxminim 2-2 deb o'ylayman, chunki bilmayman qaysi biri yutishini. 1-0 bo'lishi mumkin, Arsenal yutib qo'yishi mumkin. 1-0 ga. O'zing taxminingchi? To'g'risi men ham durang bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni necha bo'lishi masalaroq-u, lekin durang bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi Real himoyasida, ya'ni katta muammo bor. Lunin turadi, ya'ni Kurtuva tura olmaydi katta ehtimol yana. Menimcha. Keyingi o'yin? Yo'q, Lunin jarohat oldi, Kurtuva qaytdi, ertaga Kurtuva tushadi. Demak, unda Kurtuva bo'ladigan bo'lsa-da, menimcha durang bo'lsa kerak katta ehtimol deb o'ylayman. Lekin Saka qaytdi, Arsenal muxlislari biladi. Saka qaytdi, ya'ni Arsenal muxlislari
o'ziga yarasha biladi, ya'ni hozirgi pozitsiyasi, ya'ni nisbatan ancha tiklanib oldi Arsenal. Orada boya aytganimdek, Liverpool o'tib ketishiga ham Arsenalni cho'kish sabab bo'ldi-da. Realni Chempionlar Ligasida umuman hisobdan nima deydi? Hozir u jarohatda, bu jarohatda degan narsasiga nima ishonib qolish kerak emas. Har yili bundoq qilsang oxirida portlab chiqadi. oxirida madr qilib ketadi-da Real. Oxirida deymiz-ku, lekin mana vaqtida City yutib chiqarib yubordi-ku. Chelsea yutib chiqarib yubordi misol uchun. O'zi oxirgi vaqtlar faqat Chelsea yoki City Real yutadi shekilli, menimcha. Shunaqa. To'g'ri, Liverpool yutdi, endi u guruh bosqichida, baribir Real Madrid. Ayni xullas shunaqa. Xo'p, unda keyingi uchrashuv, ya'ni Bavariya Inter. Qiziq bo'ladi-ku. Birinchi o'yin Bavariyani uyida bo'ladi. Bavariyada yo'qotish bor, ya'ni katta yo'qotish. Shaxsan o'zim fikrim, ya'ni Jamal Musiala jarohat oldi. Ko'p ehtimol ikkinchi o'yinni ham o'tkazib olishi mumkin ekan. Ikkinchi masala Thomas Müller faoliyatini yakunlayotgan, agar tanisangiz. Nima deb o'ylaysiz? Bavariya Inter birinchi o'yin Bavariyani uyida bo'ladi. Bavariyada yo'qotish Jamal Musiala, asosiy yo'qotish, yana bordir, kimdir bilmayman. Ikkinchi taraf, ya'ni Interda Lautaro Martinez u ham jarohatda. Ko'p ehtimol tushmaydi. Menimcha Bavariya favorit, Bavar Inter bilan o'yinda. Taxminan nima desa bo'ladi? 60 ga 40 da. O'sha o'yinga oladigan bo'lsam, hatto ertangi o'yinda 2-0. Bavariya 2-0 olib qo'yadi. Inter pragmatik futbolda, Interrek. Lekin Interga ko'p gol urish juda qiyin. Ya'ni hozir aytmoqchi, ko'p gol deganda ikkita gol urish o'zi qiyin Interga. Kechagi o'yinda Inter Parma bilan o'ynadik. 2-0 ga yutib turgan joyda 2-2 qiladi. Ertaga Bavariya o'zini uyida o'ynaydi birinchidan. Hozir yaxshi formada Bavariya. Bayern Chempionlar Ligasida hamma Bayern favorit dedi. Misol Bavariya bilan o'yindanda. Xavi Alonsoni Bayernni. Yo'q, lekin hozirgi Bayern favorit demagan edi, lekin faqat kuchliroq Bavariya birinchi marta kecha Chempionlar Ligasida yutdi. Bayern o'sha Xavi Alonso kelgandan keyin. Bundesligada faqat yutqizib durang o'ynab turdi. Aytmoqchi bo'lganim, tajriba borda Bavariyada Chempionlar Ligasi. Ular ham chempion bo'lmaganiga 6 yil bo'lib qoldi menimcha. 2020 bo'lgan. 2020 5 yil bo'ldi. Barsani 8-2 ga yutgan. Barselona muxlislari uchun eslatib qo'ying. Futboldan anaqa qilmaylikda, o'zimiz futbolda sho'man. Kecha gol uribdi. Sal qopdi lekin. Endi juda jahlim chiqdi shu golidan. To'g'risi. Gol bo'lmasiga hisob. Yarim metr. O'zbekistonligi bilan qolardi. Endi mayli, lekin joydan bo'lsa boshqa demayman, lekin bunaqa joydanchi vaqtida Ronaldo ham urolmagan, ko'rgan bo'lsangiz. Men bilmadim, endi Ronaldo-yu sho'ma yaxshi o'ynaydi. Xullas Inter Bavariya 2-0 sizni taxminingiz. Harry Kane bitta Musialaga qarab qolmaydi Bavariya. Sizning fikringizcha? Minimal hisob bilan Bavariya yutadi. Deb o'ylayman. Sizning fikringiz? Yo'q, unchalik qiziq emas. Zo'r javob bo'ldi. Meni shaxsiy fikrim bo'yicha aynan Bavariya kuchli pressing, bosim, Interga maksimum ko'proq gol urishini kutyapman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, Bavariya agar Inter sal ochiq o'yin qilsa, Bavariya 4 ta gol uradi, 3 ta uradi. Yo'q, behazil. Sababi Harry Kane hozir zo'r formada-da. Ya'ni bu Inter qanaqa rejasiga bog'liq demoqchiman. Gapingni qara, ikki xil gapiryapsan. Hozir menga Inter ikkita gol o'tkazadigan urush qiyin deyapsan-da, lekin 3 ta 4 tur tashlash mumkin deyapsan Bavariyani. Ya'ni nimaga unaqa deganim sababi, birinchi sabab, agar Inter Lautarosiz o'ynaydi, himoyaviy o'ynasa, bitta Lautaroga bog'lanib qolmagan jamoa. Mana o'zingiz aytdingiz-ku, Parma bilan o'yinda, misol, aytmoqchi bo'lgan narsam, qarang, mana fikrimni yetkazib qo'ya qoling mana. Agar Inter himoya bilan o'ynab, ya'ni Bavariyaga borib 0-0 uchun borsa, agar Bavariya 3 ta 4 ta ura olmaydi. Kichik hisob bilan yutishi mumkin. Lekin Inter realni nima deydi? U bo'ldi, biz o'tgan yili finalga o'ynagan jamoamiz misol uchun deb yoki bo'lmasam normal formadamiz deb borsa, Bavariya savalab tashlaydi. Chunki Bayernni ko'rdik. Ikkita o'yinda nechta turdi? 6 turdimi, 5 turdimi? Shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, chorshanba kungi uchrashuvlar bor. Ya'ni u darajada qiziq markaziy o'yin menimcha Parij Aston Villa bo'lsa kerak. Даже Barsa bilan Dortmundga nisbatan deb o'ylayman. Mana shu o'yin bo'yicha yana fikr bildirsak bo'ladi. Nima deb o'ylaysan? PSG Aston Villa. PSG. Nimaga unaqa deyapman? Sababi, birinchi sababi Asensio PSG dan ketdi. Ammo memlari chiqib ketdi, ko'rgan bo'lsangiz. Ketdi.
PSJdan Aston Villaga o'tdi-da. Ha, yo'q-a? Mana bunaqa memlar chiqib ketdi. Ramos telefon qildim, Real ko'tarmadi. Hozir- Olmadi dedi-da. Lekin haqiqatdanchi mana shunaqa vaqt keldiki, Ramosga muhtojligi sezildi-da. O'sha vaqtda Real bosh egib yokida daki Ramos o'ynab ber, yarim mavsum ijaraga bo'lsa ham o'ynab ber demadi. Chouamenini, Kamavingani tushirib yurdi. Ramos tog'larda yugurib yurdi misol uchun-da. Olib kelmadi. Endi ikkinchi masala. Asensio misol uchun. Oddiy Asensio masalasi. Asensio keldi Aston Villaga, PSJdan o'tayotganda zaxirada o'tirishga ham rozi bo'lib, Realga bog'landim deganda ishoralar qildi. Real yana o'zini futbolchisini rad qilyapti-da, ya'ni qo'ng'irog'ini qabul qilmayapti. Keyin Aston Villaga o'tyapti-da, Aston Villada zo'r o'ynayapti. Endi bu bilan, ya'ni agar Aston Villa Asensio PSJdan o'tgan, ya'ni PSJni yutib qo'ysa, Asensio Realga qarshi o'ynashi mumkin agar Arsenal yutib chiqsa. Yo'q. Agar men o'zim mana Chempionlar Ligasida hozir PSG finalgacha boradi deb o'ylayapman-da. PSJni o'zini agar Liverpool bilan o'sha Parijda bo'lgan birinchi o'yinni qilsa, hozir Barsa, Real hammasidan kuchli PSG. Hozir Enriquemi kim trener? Enrique kuchli komanda qurgan hozir. Hozir hujumi ham, himoya ham tartibli o'yinda. Darvoqe PSG Liga 1da chempionlikni nishonladi, ya'ni rasman chempion bo'ldi. O'shani ham rozi etib qo'ying. Lekin xullas Aston Villa PSG birinchi o'yin Parijda bo'ladi. Hisob 3-0. PSG g'alabasi. 3-0 kamida. Rashford Asensio qarshi hujumda qiynab qo'yadi bo'lgan. PSJning uyida bo'ladimi birinchi o'yin? Ha, Parijda bo'ladi, PSJning uyida. Sizningcha hisob? 3-0, по-моему. 3-1 bo'lishi ham mumkin. 0 yutadi. Katta shot bo'lmaydi. Yo'q. Aston Villa ham komanda u. Ya'ni men Aston Villani, ya'ni Liverpool bilan o'yinini ko'rganmisizlar? Liverpool bilan shunaqa zo'r o'ynab qo'ygan. Endi qarada. Aytmoqchi bo'lganim, Tajriba ham kerak-da, Chempionlar Ligasiga. Kim komanda emas-ku. Aston Villa birinchidan guruhda Bavariyani yutgan. Mavsum boshi. Hop bu mavsum boshi, men senga aytaman. Bu turdan oldin kim yutdi o'sha? Hozir chorak finalmi? Bu turdan oldin Kim Brugeni yutib chiqdi. Brugeni yutib chiqdi. PSG kimni yutib chiqyapti? Liverpool yutib chiqdi. Liverpool yutdi. Lekin Aston Villa Liverpool bilan durang o'ynadi. Yo'q, o'yin tomonlama qarasang, PSG juda kuchli hozir. O'yin tomonlama qarasang. Endi mana bunaqa narsada faqat Liverpool bilan o'yindan kelib chiqib PSJni zo'r deyapmiz. Ochig'i, ko'pchilik shunaqa deyapti. Sababi Liga Chempionatda PSG eng oxirgi 4 ta komanda bo'lib chiqdi. Ya'ni City, PSG, Real, yana Brugge to'rtalasi oxirgi o'rinlarda chiqdi-da. Yevropada eng zo'r nima deydi? Strategiyada ketayotgan komanda PSG deb o'ylayman-da hozir. Nimaga qara. Bitta mavsumda Mbappe ketyapti. Nechta o'yinchi Messi, Neymar shu davrda ham Chempionlar Ligasini ololmadi-da PSG. Ololmadi, to'g'rimi? Siz endi oladi demoqchisiz. Hozirgi o'yini yoshlarni yig'di. Enrique noldan qurdi komandani, to'g'rimi? Yoshlar. Bu yil PSG hech kim bunaqa bu darajada o'ynaydi. Liverpoolni shu vaqtgacha, misol yaqin 2-3 yillikda bu darajada Liverpoolga hujum qilgan komandani ko'rmaganman-da. Ojiz futbol yutdi, lekin PSJni Parijda yutdi, lekin juda ojiz futbol bo'ldi. Hamma ko'rdi-yu. Himoyasi sochilib ketdi Liverpoolni birinchi o'yinda. O'rta umuman ishlamadi. Lekin bitta narsa, mavsum boshidan beri PSJni eng zo'r o'yini faqat Liverpoolga qarshi bo'ldi ikkita o'yinda. Ochig'i shunaqa. Qarang mana. Mavsum boshidan beri deysan, birinchi mag'lubiyatini Liverpoolga yutqizdi PSG. Birinchi mag'lubiyati mavsum boshidan beri. Hamma statistikani ko'r, Liverpooldan oldin hech qaysi komandaga yutqizmadi. PSG. Slaviy deyapsan. Men Fransiya chempionati mayli Slaviy bo'lishi mumkin, lekin endi ertaga o'yin ko'rsatadi. Aston Villadan hech qanaqa nima deydi? Qo'rqadigan, ana o'zini ko'rmayapman-da. Bu PSJni, to'g'risi? Problemasiz o'tib ketadi demoqchisiz. Xo'p, Shu o'shanaqa 3-0 yoki 3-1. Mayli. 1-0 ga Aston Villa urib qo'yadi. Yisankini. Xo'p, oxirgi uchrashuv yana Barselona, Borussia Dortmund to'qnashuvi. Kim uyida? O'zi oxirgi vaqtda mana shu Barselona, Dortmund, Barselona, Real Madrid ko'payib ketyapti-da. Bir xil o'yin. Borussia qaysi o'tgan mavsumdami? Undan oldingi mavsumda Barsani chiqarib yubordi. Barsani uyda bo'ladi. Barsani uyda bo'ladi oxirgi ertaga chorshanba kungi o'yin. Barsani uyda bo'ladi. Dortmund bilan nima deysiz? Hisob. 3-1. Kim yutadi? Barsa. Barselona. 2-0 Barsa bo'lsa kerak. 2-0 Barsa. Dortmundni muxlis sifatida Dortmund yutadi 2-0 ga nimagadir. Mana 1,5 soat vaqt ichida
asl qaysi jamoaga muxlislik qilishi oshkor bo'ldi. Yashirin. Ashaddiy Dortmund Lewandowski muxlisi. paytlari. Kepkasini yetsa hozir o'sha Borussiyaning anaqasi turgan. Kepgan Abduqodir bergan. Meni fikrimcha Barselona o'zining uyida Dortmund bilan o'ynaydigan bo'lsa, gollarga boy o'yin bo'ladi. Sababi Dortmund qo'rqmaydi-da, ya'ni yo'qotadigan narsasi yo'q. Yutqizsam yutqizaman dedi, keladi, hujumga otlanadi. Unisi ham bor-da. Chunki qo'rqadigan joyi yo'q. Finaldagi lekin o'yini bu вообще ko'rimsiz o'yin edi, zo'r emas. Zo'r emas deysiz. Yo'q. Qanaqa finalga borib qolgan Boshida 30 minut zo'r o'ynadi. Ha, boshida finalda. Real yurib o'ynab yutdi-da finalda. Ikkinchi taymda yurib o'ynab yutdi, lekin boshida birinchi taym 30 daqiqagacha 30 daqiqani misol Paxtakorda bersa, Paxtakor ham shunaqa o'ynab beradi 30 minut. Shu taxminlar shu Barsa shunaqa. Xo'p. Barsa emas. Barsani yutishi bunda Borussiya, bitta Borussiya bo'lib qoldi, to'g'ri shunaqa. Menimcha Liga Chempionov yopsak ham bo'ladi. Eldor bitta narsa qiziqtiryapti meni. Shomani Romadan ketgani yaxshimi yoki ketib qaqa borishi mumkin deyman. Omadi yaxshi lekin hozircha. Chunki yarim metrdan chiroyli gol urdi. Rostdan. Qarang. Burchak to'p ko'tarildi. Bitta himoyachi kalla qo'yapti-da. Eldor bundoq qaradi-da, yugurib bordi. Bu hujumchini, instinkti deydimi, nima deydi? Sezish qobiliyati-da. Realni shunaqa narsani his qildim. Men 9 lik futbolchilarda faqat Benzemani ko'rganman bunaqa narsa. O'zim ham o'xshatdim o'sha golida. Tayyor joyda paydo bo'lib qolish xususiyati bor, deymi? Imенно Chelsea-ga qarshida. Gapingni bo'ldim-ku. Shu Benzema ham o'sha yerda bor-ku, shunda deb gol urib qo'yadi-da. Ishtangiga qizmaydi. To'g'ri. Yo'q, Videolarini ko'rgan bo'lsanglar, Romani orqada turgan o'yinchilari ham boshini ushab qo'yganda, gol bo'lmayapti deb o'yladi. Tepgandan keyin. Ammodir keyin xursand bo'lib ketadi. Endi men bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam, bitta zo'r narsani ko'rdim, ya'ni Eldorda o'sha himoyachi boshi bilan qo'yyapti, qarang. Shtobi bilyapti, tegib qaytadi. Eldor borib o'sha joyda, tushunyapsizmi? Bu professional hujumchini. Endi qarang. Negativman. To'g'ri, yarim metrdan kelgan qoptuni muhimi golda. Aytmoqchi bo'lgan narsam, o'shani his qilib joyida paydo bo'lish, uncha hozir futbolchi unaqa qila olmayapti-da. Misol uchun. Menimcha yo Romada yana qolish kerak deb o'ylayman, yokida o'tishi mumkin bo'lgan ochig'i yaxshiroq jamoa ko'rmayapman, to'g'risi. Eldor shu komandada o'ynash kerak faqat. Faoliyatini yakunlash kerak ishda. Eng oxirgi hujumchi emas. Kimgadir pas berib, o'sha assist sifatida o'ynash kerak. Harry Kane son sifatida. Berish kerak, faqat berish kerak, yaxshi beradi, gap yo'q. Terma mana shu gapingizga qo'shilaman. Terma jamoada ko'rgan bo'lsangiz, Eronga qarshi o'yinda 2-1 yutyapmiz. Eldor orqada Harry Kane vazifasida, Abbos son pozitsiyasida shunday chiqdi, bitta pas bilan birga bir chiqarib. Qirg'iziston bilan ham shunaqa. Abbos o'sha o'yinda urganda bo'ldi edi. Eronni biz taslim qilardik, to'g'risi. Keyin Abbos mavzusi bo'yicha ham gaplashaylik demoqchi edim. CSKA Rossiya ikki tomonlama shartnomani buzsin-da, top 5 chempionatni bittasiga shunda taklif bilan chiqib o'tib ketsin. Nima deysizlar shu fikrga? Bizamiz. CSKA endi Yevropa komandalari CSKAdan qanaqadir hozir to'xtatdi-da olishni. O'sha urush muammodan keyin to'xtatdi. Urushmasku. Nimaga shu narsa qilmayapti? Ya'ni agentlar ishlamayapti. Misol uchun mana Abduqodir Husanov agenti bunyodkor o'zi aytgan, bunyodkorni osnovaga olmagan, tortmaysan degan, keyin qaqadir jo'natdi deganda Abduqodir o'sha intervyusini eshitdim. Keyin Belorussiyaga ketgan, qarang, Belorussiyaga borib, o'tda o'ynab, keyin Lanskga taklif bilan ketyapti, tushunyapsizmi? Bunyodkorda kerak emassan deganda, bunyodkorda qo'pol qo'yib aytgan, kerak emassan deganda, Belarusga borib, srazim Lans 1,5 yil ichida Manchester City'ning asosiy futbolchisi. Nimaga Abbos risk qila olmaydi shunaqa? Qilsin, to'g'rimi? Yo, ketsin-da, CSKAdan taklif bilan Liga 1 ga chiqsin yoki Bavariya, Germaniyaga chiqib bitta o'zini sinab ko'rish kerak-da. Endi Abbos qara. To'g'risi. Abbos bu yerda zo'r, gapi o'yini yaxshidir. Lekin qayerda o'yin uni? Hujumdami yo sentrdami? Abbos o'yini keladigan. Men o'zim misol uchun Abbos o'yini kuzataman-da, u hujumda konkretni bitta ish qilmaydi yoki sentrda bitta ish qilmaydi. Lekin hamma joyda pilisi bor. Zo'r. O'ynab beradi, lekin oxirgi nuqtagacha bormaydi. Lekin nimaga? Yaxshi-yu, bu misol uchun deylik, rotatsiya qiladigan vaqti qanotdagi o'yinchi
jarohat olsa Abbos Universal o'ynataveradi. Da universal. Lekin Ahmedov ham shunaqa edi. o'xshatolmayapti. Da Ahmedov Iniesta vaqtida shunaqa bo'lgan Ispaniyada tepada o'ynagan. Chap qirida misol Iniesta uchun. lekin Iniesta qayerda Iniesta bo'lgan u? Da endi demoqchi bo'lganim Iniesta bo'lish uchun ham Abbosni o'tkazaylik demoqchiman. Yo'q, o'ynasin CSKda. CSKda o'ynasin-da, xuddi shunaqa. Bu Iniesta bo'lsin shu CSKda. Zo'r o'ynayapti O'zi sotib oladi hamma, o'zi kerak odam o'zi sotib Yo'q, oladi. hozir to'xtatib Bavariya qo'ydi. deysanmi, hozir Bavariya deysanmi, boshqa deysanmi, anu kommentariylar bo'yotibdi yoki anu soxta ma'lumotlar kelyapti anu. Galatasaraydan taklif chiqdi degan gap chiqyapti, lekin bu ham Turkiya fake xato. bo'lsa kerak. Turkiya Turkiya xato. 100% xato. Turkiya faqat nima deydi, nomdor futbolchilar olib kelib o'ynatadi. Ya'ni yoshlarni Hozircha chiqarish- xato Turkiya ham. Bir Da. 5 Usain Bolt degan futbolchisi bo'lardi-yu, Galatasaraydagi. Adashmasam, Usain Bolt? Yo, atlet. Yo'q, Tez mana- yuguradi. Tennischi bo'lgansiz. Rostdan. Ya, yengil atletikachi bo'lgan. Tez yuguradigan eng tezkor kishi bor-ku. Yo'q, meni shaxsan fikrim, iloji bo'lsa, Abbosbek Fayzullayevni nima agenti, misol uchun yordamchi shtablar, boshqalar taklif bilan yoki nimadir qilib top 5 chempionatni xohlagan bittasiga o'tkazsin. Ochig'i shuni tarafdoriman. Sababi qolsa o'shda qolib ketadi-da. Biz ham shunga qo'shilamiz. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, qanish top 5 ta yaxshiroq imkoniyat, CSKA dan qaraganda. La Liga. CSKA nima? Plus pikiga chiqib bo'ldi-yu. CSKA Da, bundan CSKA da pikiga chiqib bo'ldi deb o'ylayman. necha oydan beri eng CSKA da eng yaxshi O'shalarni o'yinchilarni oldi, vaqtida Rossiya oldi. chempionatining ham eng yaxshi futbolchisini oldi. Da. Qaysidir oylari. Eng piki hozir CSKA da piki shu-da, boshqa qanaqa ko'rsata oladi yani? Ketish kerak o'sha. Da, shunaqa. Kecha Eronning o'yinchilarini yeb tashladi Abbos. Da, aylantirib tashadi. Da, men o'zimcha uni kichkina Messichaga o'xshab aylanib, chunki u ham Abbos ham Barsani muxlisi. Messi, Ronaldinholar. Da, nima ham deymiz, shu Abbosni kelajagiga nimadir hissa qo'shadigan odamlar bo'lsa, qo'shib yorsa juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, menimcha shuning bilan bizani bugungi Jaydaricha podkastimiz yakunlandi. futbolga jang qilmaydigan odamlar ham shu yerda. Sidini o'rmasda. O'zi Abduqodir. Bu o'zi aktyor edi, anaqa teatr, anaqasi. Muqimiy teatrdan olib keldik, bitta yaxshi qizdirib beradigan odam kerak edi. Da, iloji boricha obuna bo'lishni unutmang. Obuna tugmasini bosib qo'ying, like, repost, komment yozib ketinglar, fikringlar bildiringlar. Bugungi podkastdagi mehmonlar, ishtirokchilar o'z ishini ustalari, lekin bular. Da, futbol ustasi bo'lmasa ham, lekin o'z ishini juda ustalari. Futbol o'ynayman, qismayman, ko'rmayman. Xolislar komanda o'zi keldi. Xo'p, da, muxlislarga nimadir fikringlar bo'lsa aytib qo'yinglar, qatidadir adashib qolgan bo'lsanglar, yo noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsanglar. To'g'ri gapirgan bo'lsam, to'g'risi men o'zim anaqa qilmayman. Hamma muxlislardan uzr so'rayman. Futbolga ja'na qiziqadigan odam emasman. To'g'risi. City formasini kiydim o'shaning uchun ham. Mana futbolga qiziqadigan odamlar o'sha yerda hammasi. Bizlarni qizdirish uchun. Da, oxirgi fikr nimadir aytsangiz yaxshi bo'lar agar nimadir. Oxirgi fikr nima? Senga omad tilaymiz shu podkastni boshlab. Ya, boshqatda. Noldan, qirq tashlaymiz. Ya, 40 podkast tam aniq futbolga taalluqli anaqa. Podkast deb qo'ysang bo'lar. Podkat paska. Ya, podkat pas. Ya. Pascal qonuni bor. Ya, to'g'ri, siz aytingchi mana podkat bilan ikkalasi bitta aytingchi. Qaysi birini? Hozir ikkita so'zni bitta ayting. Qaysi biri bilan qaysi biri? Mana, podkast bilan podkat bitta aytingchi tez. Paskas. Yo, aytolmayapsiz. Aytib ko'ringchi. Pas. Ya, mana. Podkat paska. Ya. Ha, o'zing ham aytolmayapsan. Ya, bitta aytingsiz. Podkast. Podkast. Qo'shib aytdi. Da, nisbatan chiqdi. Xo'p, nima Liverpool muxlislariga nimadir davoring yokida? Liverpool har doim chempion bo'lib yuradi, bo'ldi. Da, shuning bilan bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bo'sh vaqtinglarni ajratib kelganingiz uchun alohida rahmat. O'sha gap, hammanglarga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ijodni davom ettiramiz. Balkim keyingi mehmonni kommentariyadan aniqlaymiz, ya'ni futbol ashaddiy muxlislari bo'lsa, marhamat, chaqiramiz. Nafaqat futbol, boshqa tema bo'yicha ham. Da, boshqa yo'nalish bo'lsa ham chaqiraveramiz. Futbolga qiziqsa bo'ldi. Futbolga qiziqadimi, qiziqmaydimi, boshqa mavzu bo'yicha, libo tema bo'yicha gaplashaveramiz. Da, o'zimiz qiziqtirib olamiz. Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat chaqirganing uchun rahmat.